Bu bemorda qanday tashxis? Bularning tashxisi umurtqa qiyshayishini hisobiga qo'lda, oyoqlarda zimbillagan og'riq bor. O'shani hisobiga organizmda umurtqa qiyshaysa juda ko'p kasalliklarga olib keladi. Tuz ko'paysa juda ko'p kasalliklarga olib keladi. Shuning uchun hozir nerv sistemasini ochib tashlaymiz. Umurtqa bilan ishlaymiz. Bo'yin sohasida tuzlari ko'p, o'shalar bilan ishlaymiz. Keyin natijani ko'raveramiz inshaalloh. Tuz qancha vaqtda ketadi sizni qo'llaringiz bilan? 10 kunlik kurs lеченияda, birinchi kurs lеченияda ketadi. Xudo xolasa, ishlayverib bersa. Umurtqa qiyshayishchi? Umurtqa qiyshaysa ikkinchi, uchinchi muolajada ketadi. Mana sizlar kimda qanday muammo murojaat qilavering. Tabibim tabiat salomatlik markazi sizni mana shunday dardlardan xalos qiladi, qadrdon.